G'albining maxfiy formulasi. Moro mujohidlari va Uyg'urlarning ozodligi uchun yangi mash'allar. Ikkinchi qism. Abdori Mirkamil Kashg'ari. Ikkinchi bob. Burkutning soyasidagi zaharlik hasal va qonliq sajdika. 3 asrgacha jihad bayrog'i yerga tushmagan va Ispaniya ishg'oliyatining qonliq oyoqlari ostida 3 asr ezilgan bu muborak zemin 1898-yili nihoyat birdan bo'lsa-mu erkin nafas olgandek bo'ldi. Zolimning mag'lub bayrog'i tarixning axlatxonasiga tashlanganda mujohidlarning qilichidan tamchigan qonlar yerga singib, umid gullarini undirgandek qiladi. Balkim ular "Endi yeter. Bu zulüm devri ahırlaştı. Endi özümüzün sultanlıqını qayt qurumuz. Mescitlerimizin munarlarından yana erkin azan sadaları yangraydı" deb yaşlıq gözlerini asmanga tikib şükür secdesi qilgan bo'lishi mumkin. Ammo afsus, tarixning ularga ko'rsatadigan rahimsiz o'yini tex tugamagan edi. Bu vaqtliq ozodlikning quyosh betishdan burunqi aldamchi bir shafaq nuri ekanligini ular nadimi bilsin? Ufuqda yangi bir ko'langi paydo bo'ldi. Bu Ispaniyaning kona, dod bosgan yog'och kiyimlariga o'xshamaydi. Bu po'latdan yasalgan, mo'rlardan do'zaxning qora istutaklarini purkib, okeanni titirtib kelayotgan hayvatlik alvastlar edi. Ularning bayrog'ida qonliq kirst emas, yulduzlar arasida po'lat tirnoqlarini yumron paylar orasiga yoshirgan rahimsiz bir burkutning surati bor edi. Bu burkutning nomi erkinlik to'nig'i o'rnib olgan va yolg'on demokratiyaning namoyandasi Amerika edi. Ularning kelishi Ispaniyadek qo'pol va vahshiy bo'lmadi. Ular texmi hiylagar, texmi razil edi. Ularning bir qo'lda zambirak, yana bir qo'lida ruhni qul qiladigan muqaddas kitob va shakarga o'ralgan zaharlik va'dalar bor edi. Ularning generallari Moro rahbarlarining qulqiga pichirladi. "Biz sizlarni bo'ysundirg'ili emas, ozod qilg'ili keldik. Sizlar bizning qarindoshlarimiz. Biz sizlarni jaholatdan qutuldirib, madaniyatning nuriga elib boramiz." Ularning qo'shtirnoq ichidagi xayri-xohlik bilan o'zlashtirish deb atalgan siyosati aslida ichida o'lim zahri bilan to'lgan bir qacha zaharlik asalga o'xshaydi. 1899-yili bu shaytoniy hiylaning tunji pardasi ochildi. Amerika generali John Bates Sulu sultani 2. Kiramning oldida muqaddas Qur'onni qo'yib turib qasam ichdi. Tarixda Bates kelishimi deb la'natlangan bu razil qog'ozga imzo qo'yildi. Ular Morolarning diniga, masjidiga, shariatiga, ichki mustaqilligiga hargiz va qat'iy aralashmaymiz deb qasam berdi. Ammo har rahbarning ko'zini bu yaltiroq va'dalarning parlashi ko'rqib qo'ymagan edi. 300 yillik jihad bilan tavlangan, dushmanning ko'zidagi hilini yuragidagi iymon ma'rifati bilan ko'rib tura oladigan bir yo'lvos bor edi. U Magundanamning qaysar o'g'loni Datu Ali edi. Bu boshqa sultonlarni yig'ib, yuragidagi sezgan ochiq haqiqatlarni anglatdi. "Ey g'ofil qarindoshlarim, ko'zinglarni ochinglar. Ispan yo'lvisining qonliq tirniqi ochiq edi. Biz uning niyatini ko'rib turatdik. Ammo bu Amerika burkuti tirniqini yumron paylar orasiga yoshirib keldi. Uning erkinlik deb sayrishiga ishonmanglar. U bizni tinchlantirib, qo'limizdagi qilichni datlashtirib, ondan bizni bir-birlab yo'qotmoqchi. Ularning Qur'onni tutib ichgan qasimi suv ustiga yozilgan xatdir. Quyosh nurida parga aylanib ketadi. Haqiqiy mustaqillik qog'ozda emas, qilichning bisida, iymonning kuchida bo'ladi." Afsus, bu so'zlarga quloq solganlar oz bo'ldi. Datu Ali haqliq edi. Amerika bütün Filipinni bo'ysundirib bo'lgandan keyin 1904-yili o'zining haqiqiy qonxo'r chiroyini oshkorladi.
Ular Beytis kelishimini bir tal axlat qog'ozdek yirtib tashladi. Mehri shafqat niqobi yirtilib, o'rniga zulmning muzdek chiroyi ko'rindi. Ular Mo'rolarga ajdodlaridan miros qolgan sharafning, g'ururning simvoli bo'lgan xanjarlarni topshirishni buyurdi. Bu bir buyruq emas edi. Bu bir butun millatning ruhiga qilingan eng razil haqorat. Ularni o'z qo'li bilan o'z g'ururini bo'g'izlashga chaqirgan bir nomus edi. Bir Mo'ro uchun qurol topshirish, sharafini topshirish, kimligidan voz kechish, ruhini dushmanga sotqanlik edi. Datu Ali bu paskashlikka yoq deb qaytadan jihad bayrog'ini ko'tardi. Bu yoq degan bir eg'iz so'z butun Mo'ro zeminini qaytadan larziga soldi. 1906 yili 3-oyda insoniyat tarixining eng qora, eng nomusliq sahifalaridan biri yozildi. Mingga yaqin Mo'ro oqsoqol bovaylar, qo'rsqidagi bolasini qo'g'dashga uringan onalar, onasining ko'ynikiga yoshiringan bovoqlar va o'limdan qo'rqmas jangchilar, Amerika zulmidan qochib, Sulu orolidagi Buddaju yanar teg'ining o'chgan eg'iziga, erkinlikning oxirgi qurg'oniga berib panohlandi. Buddaju ular uchun faqat bir tog' emas, balki osmonga eng yaqin joy, Allohga yolvoradigan muqaddas bir sajdagoh edi. Amerika generali Leonard Ward qo'mondonligidagi 800 kishilik eng zamonaviy qurollar bilan qurollangan qonxo'r askarlar bu tog'ni qo'rshovga oldi. Ularning zambiraklari osmonga qarab hurkirdi. Pilomotlari o'limning so'g'uq vahimasini chachmoqda edi. Tog' cho'qqisidagi Mo'ro xalqining qo'lida bo'lsa, faqatla koni xanjarlar, nayzalar va yuragida Allohga bo'lgan sunmas iymonilar bor edi. Amerikaliklar zambiraklari bilan to'pqa tutishni boshlaganda tog' titrab ketdi. Osmonni qora is va inson go'shining kuygan hidi qopladi. Ammo u istutak orasidan zambirak ovozini yerib o'tadigan bir sado anglandi. Allohu akbar! Allohu akbar! Bu bir urush emas, irqiy qirg'inchilik edi. Mo'ro erlari, hatto ayollari va yosh o'smirlarimi qo'llaridagi xanjarlarni ching tutib, pilomot o'qlarining yomg'irga qarshi o'limga qarab hujumga o'tdi. Ular yiqildi, ammo tiz bukmadi. Ular o'ldi, ammo taslim bo'lmadi. 3 kundan keyin tog' qonliq bir jimjitlikqa cho'mdi. Mingga yaqin insondan faqat 6 odamlar o'liklarning orasida yushirinib tirik qolgan edi. Qirg'inchilikdan keyin Amerika askarlari ayollar va bolalarning pari-pari bo'lib ketgan jasadlari ustida ko'lib, g'albi sigartini chekib turib tushgan suratlar vahshiylikning o'chmas xotirasi bo'lib, tarix batlariga putildi. Ular burgutning madaniyat va'dasining qanchalik saxtaligini, ularning xayrixohlik niqobi ostidagi vahshiylikini butun dunyoga isbotladi. Bu voqea Uyg'urlarga yot emas. Xitoy ishg'oliyatidan keyin Uyg'urlarning har xil yolg'on bahonalar bilan ijtimoiy qatlam qilinishi, teklimakan qumliqlarga kollektiv shaklda ko'milishi, hozirgi chog'da Xitoy lagerlarida o'n-tunsiz qatl qilinayotgan va bu azobga butun dunyoning ko'z yumib, gaz bo'lib olishi ayni vaqtdagi Buddaju teg'idagi qirg'inchilikning faqatla shakl o'zgartgan namoyandasi edi. Amerikaliklar shuni bilmaydi. Ular jasadlarni yo'qotgan bilan ruhni o'ldirolmaydi. Buddajuda to'kilgan har bir tomchi qon yerga singib yo'qolib ketmadi. Balki u qonlar keyingi avlodlarning qalbidagi o'chmanlik va ozodlik urug'ini sug'uradigan muqaddas bir yomg'irga aylandi. Bu qatliam Mo'rolarni qo'rqitishning aksicha ularning g'azabini o'chmas bir yolqinga va irodasini po'latdek mustahkamlikka ega qildi. 1933-yili yana bir qitim Budbaqsoq teg'ida Paniklima Hasan ismli bir jasur qahramonning yetakchiligida 5000 Mo'ro mujohidi to'planib, Amerikaning zamonaviy armiyasiga qarshi oxirgi eng shonliq urushni qildi. Paniklima Hasan o'zi 30 yerdan o'q yeb yiqilganga qadar qo'lidagi qilichini tashlamadi. Uning o'limi bir davrning oxirlashganligi bo'lsa-mu, uning sunmas ruhi hargiz o'lmadi. U ruh avloddan avlodga miros qoldi. Bu qonli qisos, bu sharaflik ruh har bir Mo'rolikning qalbiga o'chmas iz bo'lib qo'yildi.
Jihad əmdi faqat bir diniy vazifa emas, balki ata-bobosining qinini yerda qo'ymaslik uchun ichilgan xususiy bir qasamga, bir sharaf majburiyatiga aylangan edi. Davomiga qiziqsangiz, diqqatingiz keyingi qismda bo'lsin. Qissadan Uyg'urlarga hissa. Hamda ikkinchi qismdan ruhimizga yiqilgan mash'allarga qarab chiqaylik. 7-ci mash'al bo'lsa, buyuk davlatlarning va'dasi sening qabrangga qo'yilgan zaharlik guldir. Amerika Qur'onni tutib qasam ichdi. Ondan u qasamni o'z askarining qonliq oyoqlari ostida dasitib yertib tashladi. Bu tarixiy xiyonat qo'limizda o'zimizning tarixidagi eng ochiq bir nidoni aks ettirdi. 1949-yili Qizil ajdaho vatanimizga bostirib kirganda ularning og'zidan zaharlik asal tomchib turadi. Biz sizlarni ozod qilg'ili keldik. E'tiqodinglarga, madaniyatinglarga hurmat qilamiz. Teklimakonni bo'stonga aylantirib, sizlarni gullantirgandan keyin chiqib ketamiz. Natija nima bo'ldi? Bo'stonlarimiz zindonga, xalqimiz qulga, vatanimiz qabristonlikqa aylandi. Bu qonliq savoq bizga shuni o'rgatadi. Xalqaro siyosat sahnasi bir jangallikdir. Bu yerda do'stlik yo'q, faqatla rahimsiz manfaat bor. Bugun bizga hesdoshlik qilayotgan har qanday buyuk davlatning so'ziga ishonish, ajdarhoning og'ziga beshingni tiqib, uning sana rahim qilishini kutganlikdir. Haqiqiy ozodlik Washington yoki Anqaraning saroylaridan emas, balki o'zimizning po'lat biliki va har narsaga qodir Allohning yordamidan keladi. 8-ci mash'al ruhni qurolsizlantirish, millatni bo'g'izlashning muqaddimasidir. Dushmanning mo'rolardan eng birinchi talab qilgani ularning qurollarini topshirishi bo'ldi. Chunki ishg'olchilar bir millatning qo'lidagi qilishni tortib olishning, ularning ruhidagi qarshilik irodasini sundirishning birinchi qadam ekanligini iblisdanmi yaxshi biladi. Bu hiyla bizga shunchalik tonish. Xitoymo vatanimizni ishg'ol qilgandan keyin darhol qurol yig'madi. Ular 5 yilga qadar xalqning oldida qo'ydak yuvosh qiyofatga kelib olib, xalqqa xizmat qilish niqobi ostida ularni uxlatib, muntazam Sharqiy Turkiston milliy armiyasi ichidagi qaysar o'g'lonlarni, vatanparvar qo'mondonlarni bir-birlab maxfiy suiqasdlar bilan yo'qotdi. Millatning po'lat mushtini sundirib bo'lgandan keyin ular haqiqiy Abdi Bashirisni oshkorlab, butun xalqning qo'lidagi qurollarni yig'ib olishga boshladi. Bugungi kunda bu hiyla texmi razillashdi. Dushman va uning dunyodagi malaylari bizning ruhimizni mo'didillik, zo'ravonlikqa qarshi turish, tinchlikparvarlik degan tatliq so'zlar bilan qurolsizlantirmoqchi bo'ladi. Bilib qo'yaylik, g'azabini yo'qotgan va qisos elish ruhidan ayrilgan millat qushxonaga haydilayotgan padidan farqi yo'qdir. 9-ci mash'al. Dushmanning madaniyati sening avlodingning ruhiga selingan kishandir. Amerika madaniyat elib kelish nomi bilan kirdi. Ularning haqiqiy maqsadi mo'rolarning ruhini o'ldirib, ularni o'z ajdodlaridan nomus qiladigan, Amerikacha o'ylaydigan ruhsiz bir maxluqqa aylantirish edi. Bu zaharlik taktika Xitoyning bizga qilganiga o'xshash emasmi? Madaniyat inqilobi sapsatisi bilan ular dinimizni xurofotlik, madaniyatimizni qaloqliq deb oyoq osti qilib, iymonliq bir millatni dinsiz kommunist bo'lishga zo'rlamadimi? Bilinglarki, shu vaqtdagi bu madaniyat qirg'inchiligi bugungi kasbiy tarbiyalash lageri nomidagi irqiy qirg'inchilikning dastlabki mashqi edi. Ular sening tiningning rangini o'zgartirmaydi, ammo sening tafakkuringni, qalbingni o'zgartirishni xohlaydi. Qachon biz dushmanning islohlari, ya'ni terminlari bilan so'zlashga, uning qimmat qarashi bilan o'ynashga boshlasak, shu kun ruhiy qulluqning boshlangan kunidir. 10-ci mash'al shahodat mag'lubiyat emas, o'chmas intiqomning muqaddas urug'idir. Budda jo'da minglagan odam shahid bo'ldi. Moddiy dunyoning nazarida bu bir fojialik mag'lubiyatdir. Ammo iymonning nazarida bu mag'lubiyat emas, balki kelgusiga g'alaba urug'ining chechilganligidir. Chunki ularning muborak qini keyingi avlodlarning qalbidagi azodlik o'tni asrlar bo'yi lavuldatib turadigan yiqilg'iga aylandi. Ular dushmanga shu haqiqatni po'latdek irodasi bilan isbotladi. Sen mening tinimni o'ltira olaysan, ammo mening g'oyamni, mening ruhimni,
Mening qisosimni hargiz o'ltiranmaysan. 11 mash'al do'st qiyofatidagi iblis ochiq dushmandan xatarlikdir. Morola Ispaniyaning ochiq zulmiga 300 yil taqobil turdi. Ammo Amerikaning do'stlik va yordam niqobi ostidagi hiyilasiga aldanib qoldi. Bu xayrixoh ko'ringan pardining orqasidagi razillikni ko'rolmadi. Xuddi biz bir zamonlar Xitoyning millatlar ittifoqi degan tatliq so'zlariga aldangandek. Bu bizga shuni o'rgatadi. Bizga yordam qilish nomi bilan kelib, bizni mustaqillik g'oyimizdan voz kechgizadigan, mo'ditil bo'lishga undaydigan, g'oyimizni suyuldiradigan ichki va tashqi do'stlardan ochiq dushmandan qattiqroq hushyor bo'lishimiz kerak. 12 mash'al. Xorlanib 1000 yil yashagandan sharaf bilan bir kun yashab o'lish a'lodir. Buddajoda qahramonlar qurol tashlab, xorlanib yashashni rad qildi. Ular o'limni tanladi. Chunki ular uchun hayotlikning o'zi emas, uning qandoq yashaganligi muhim edi. Bu ruh har bir azodlik ko'rishining yurikidir. Biz o'zimizdan har kuni so'rashimiz kerak. Biz muhojiratda faqat nafas elish uchun yashayotgan bir tirik jasadmi? Yoki bir g'oya uchun, onamizning qisosi uchun, vatanimizning ozodligi uchun jon berishga tayyor bo'lgan bir ozodlik ruhimi? Hamda bu o'chmas mash'allarning yo'riqida o'zimizdan tuvandagi savollarni so'rab baqayli. Birinchi savol. Biz g'arb davlatlarining biz uchun qizil ajdaho bilan urush berishini kutib, ularning har bir qayg'urish bayonoti bilan avunib, haqiqiy kuchimizning manbasi bo'lgan Allohga, iymon kuchimizga va o'z bilikimizga tayinishni unutib qelyapmizmi qandoq? Ikkinchi savol. Biz g'arbning zo'ravonligiga qarshi turish va tinchlik shuarlaridan ayminib, qalbimizdagi Xitoyga bo'lgan o'chmas o'chmanlikni, qisos elish ruhini o'zimiz bo'g'ib, dushmanning oldida ziyonsiz bir o'yinchiqqa aylanib qelyapmizmi qandoq? Uchinchi savol. Biz farzandlarimizni iymon e'tiqoddan uzoq maktablarga avatib, ularning dinidan, tilidan uzoqlashishini taraqqiyot deb qarab, o'z qo'limiz bilan kelgusi avlodlarimizning ruhini o'ltirib-atamdiq yo'q. To'rtinchi savol. Biz lagerlarda sharaf bilan jinini bergan shahidlarimizni faqat yig'lab aslash bilan kifoya qilib-atamdiq. Yoki Buddajo shahidlarining qini yangi mujohidlarni yashnatgandek, ularning qini bizning qalbimizdagi qo'rqishni yo'qotib, irodamizni po'latdek tavlab-atamdi. 5-savol. Bizga mustaqillikni tilga olmanglar. Bo'lmasa sizlarga yordam qilmaymiz deydigan do'stlarning so'ziga kirib, g'oyimizdan chekinishimiz, Morolarga qurollaringlarni topshiringlar, sizlarga tinchlik beramiz degan Amerikaning hiyilasiga aldanishdan nima farqi bo'lsin? 6-savol. Biz muhojiratdagi rohat hayotimizdan ayrilib qolishdan qo'rqib, xorlanib yashashga ko'nib qelyaptamdiq qandoq? Buddajodagi qarindoshlarimizga o'xshash sharaf uchun, vatan uchun, iymon uchun hamma narsadan voz kechishga tayyorligimiz bormi?